Akalar, assalomu alaykum. Tom ishqibozlari. Mana tomimiz tayyor bo'ldi. Mashalloh. Buni turgan holatini tashlayman dedim. Mana quruq turgan joyini tashlaymiz dedim. Mana tomimiz inshaalloh Xudo xolasa bitib qoldi. Mana bir ko'ringlar, tomimizning razmeri 17 ga 20 joy. Qo'qon shahrida bo'lyapti. Mana ko'ringlar. Bir qator mana ko'rsataman. Materialimizga oladigan bo'lsak, o'zimiz yasab keldik. Mana 5 ga 5 profildan mana xorilarni yasadik. Qolgan joylar mana to'rtburchak xorilari o'zida bor ekan, shuni chiroyli qilib qo'yib berak. Chiroyli qilib bitta obzor qilib beraman. Mana ko'ringlar. Buni tepasi tunuka bo'ldi, setka tortildi, skitlovata tashlandi, tunuka yopildi. Mana qarang. Bu chekkalariga akfa servis panellari orqa tomonga to'sib yopib beryapmiz. Bir qator ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Qilgan ishlarimiz mana. Mana bu bo'sh joyimiz. Endi yopiladi servis bilan, xudo xolasa yopamiz mana. Bir qator ko'ringlar mana, mazza qilinglar mana. Akfalarni qo'yib ichkariga ochiladigan qilib berdik. Mana ko'ring mana, ko'ringlar. Bir mazza qilinglar mana. Mana bu joylarimiz ham endi tunuka bilan yopiladi. Mana shu ochiq joyimiz ham. Mana bu tepasiga keladigan bo'lsak, o'rtasiga yorug' tushib tursin deb bunga yorug' tushib tursin deb ochib bunga nima qo'yib ketdik? Mana yozilgan o'rtasini ham oynakka moslab mana chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Mana ko'ring. Mana bu joyiga silib qo'yiladi. Endi bu joyiga kontenerdan silib qo'yamiz endi. Hayitdan keyin xudo xolasa. Mana bu joyimizni ham yopamiz mana. Mana bu joylarimizni ham yopamiz mana. Skalat bo'ldi mana. Ko'ring. Bu ko'rib mazza qiling mana. Pastlarini ko'ring mana. Beton bilan endi stashka bo'ladi. Uni pastlari mana. Ko'ring mana. Xudo xolasa chiroyli chiqdi mana. Ko'ring. Turgan joylarimiz mana. Ko'ring, bir mazza qiling mana. 17 ga 20 joy. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.